Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Biz yangi loyihaga qo'l urdik. Xudo xohlasa bu hammamiz uchun barakatli va hammamiz uchun foydali bo'lsin. Biz bu loyihadan boshqa maqsad endi kirib aytuvchi uchun qo'ldan kelgan maslahat va bilsak, tushuntirsak hammasini amalda isbotlab beramiz. Demak, ketdik. Biz har haftasiga endi har haftasiga bitta MacBook Pro yoki M1, M1 ya M3, M4 shunaqa hammasini bitta chiqarib obzor qilamiz. Va undan tashqari xuddi shu bilan parallel ravishda Windows, masalan i3, i5, i7, i9 gaming hammasini bitta obzor qilib ketamiz. Endi bugun biz birinchi boshlashimiz. Endi bu Xudo xohlasa omad bersin. Agar qo'lingizga kelsa like bosing, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Bularni hammasini bitta ikkitasini obzor qilamiz va qaysi dastur ishlatadi, og'irligi, hajmi, vazni, qanaqa ishlatish kerak va qaysi dastur ketadigan uchun maslahat. Ko'pchilik tushunmaydi. Hozir yangi kelgan ukalarimiz yoki shogirdlar ular uchun imkon boricha to'liq ma'lumot beramiz. Qisqa vaqtda tez ma'lumot beramiz. Bizda demak boshlaymiz. MacBook M1 Pro va MacBook M1 Air ikkita modelimiz. Biz M1 dan boshladik, xudo xohlasa tugatib yana orqa qaytib i3, i7 dan boshlab ketamiz. Intelga boramiz. Bu hozir faqat M1 chiplar. Hozir chunki hozir hammaga global kerak bo'lsa M1lar. Demak, MacBook M1 Pro'miz bilan M1 Air'imizni ochib birdan hammasini ko'rsatamiz. Demak, birinchi MacBook M1 Air'ni to'liq ma'lumot qilaman. Keyin MacBook Pro M1 Pro'ni qilamiz va ikkasini bir-biriga parallel solishtiramiz. Raqobat bir-biriga versiya qilamiz. Demak, ketdik birinchisi. MacBook M1 Air'imiz. MacBook M1 Air. Demak, MacBook M1 Air'imiz. Bularni birinchi boshlaymiz. Ko'rinishi, tashqi ko'rinishi, ya'ni eksterior va interior haqida ma'lumot beramiz. MacBook M1 Air'larda ranglari 3 xil bo'ladi. Starlight, Space Gray va Gold rang. Hozir bizning qo'limizda ko'rib turganimiz bu Space Gray. Ko'proq odamlar qiziqadi bu Space Gray ranglari bilan. Buni Gold rangi ham bor va Silver ranglari ham bor, kumush ranglari ham bor. Demak, buni duymi. Buni boshlaymiz. Ekran duymi hamma MacBook M1 Air bir xil. 13 3 duyum. 13 3 duyum bo'ladi. Bu o'zi 2020-yil ishlab chiqarilib boshlagan. Hammasi 2020-yil noyabr oyida ishlab chiqarilgan Silicon prosessorli M1 chip. Bu o'sha MacBooklar, ya'ni Apple kompaniyasidan inqilob boshlandi. Eng yaxshi masalan M1 Pro, M1 Air yoki M1lar 2020-yil boshlab chiqib boshlagan. Shu qatorda bu ham 2020-yil M1 Air'imiz. Ekran duyumi aytgandek 13 duyum. Korpus qismi to'liq bu qayta ishlangan metal bo'ladi. Ya'ni alyuminiy korpus. Ko'pchilik qiziqadi qanaqa metalli. Bu to'liq alyuminiy qilingan bo'ladi. Metal korpus hisoblanadi. 100% alyuminiy hisoblanadi. Buning ekrani M1 Air'da past qismi konusman shaklda bo'ladi. Ya'ni 0.41 sm, ya'ni 4 mm bo'ladi. Tepaga qarab qalin bitadi. 4 mm dan tepaga qarab 1.6 sm gacha bo'ladi. Ya'ni bu 1.5 dan sal qalinroq chiqadi qalinligi. Buni yon qismiga 30 sm ga chiqadi. Masalan, qisqa yaxlib ketamiz 30 sm yon uznasiga. Bu tomoniga esa 21 sm chiqadi. Ya'ni ko'rinishi ixcham, sumkasi esa bemalol ketadigan, korpusdan metal bo'ladigan notebookimiz, MacBookimiz. Endi bunda unaqasi tushuntiradigan bo'lsak, ekran qismi. Ekrani 2 ga bo'ladi. 2 ga retina bo'ladi. Ya'ni 2560 ga 1600 bo'ladi. Ya'ni 2560 ga 1600. Ekrani 2 ga retina. Ko'pchilik MacBook ekrani juda o'ta tiniq bo'ladi va ekrani yorug'likka Air'da Turisnits bo'ladi. Turisnits, ya'ni siz bemalol quyosh chiqib ishlatsangiz ham sizga yorug'ligi quyosh yorug'ligi sizga to'sin qilmaydi, chunki ekranning yorug'ligi o'zi yetarli. Bularda ekranda turton bor. Turton o'zi qorong'uda yorug'likda o'chirib olishga juda sizga yordam beradi turtonlari. Lekin undan tashqari buni ichki qismidagi klaudrasi bunda oldinlari MacBooklar Intel, ya'ni 2009-yilgacha Intel edi. Ularda hammasi butterfly edi, ya'ni yapaloq shaklda bo'ladi. Bosishga sal qo'polroq chiqadi. Hozir bular Magic Keyboard, ya'ni 2020-yil M1dan boshlab Magic Keyboard chiqarilgan. Bularda qo'l bosishga oson, ovoz chiqmaydigan, silliq, flagman shaklida ishlatasi bor anaqasini va tagida pachetkasi bo'ladi. Va ovoz kanallari ikki yonda joylashgan, ovozi juda yuqori chiqadi. Undan tashqari Touch ID'si bor, qo'lga. Ya'ni barmoq skaneri bor, bemalol qo'lga barmoq skaner qilib o'zingizni parolingizni shaxsiyatini bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Keyin touchpad keng va silliq tegishadigan touchpad bor. Endi bu ma'lumot ko'p touchpad uchun ham.
Endi bularda ko'pchilik qiziqadi buni ochilishiga. Buni ochilishi mana bunaqa bitta qo'ldan ochadi. Shuncha hamma shunga qiziqadi ochilishiga. Plus, endi tashqi ko'rinishini sizga qisman qo'ldan kelgancha ma'lumot berdim. Endi kuch jihatdan kuchdan foydalanamiz. Demak, MacBook M1 Air. MacBook M1 Air'lar 8 yadro hisoblanadi. 8 yadro bor-yu, bunda 4 yadrodan qo'shilgan bo'ladi. Ya'ni 4 yadro 8 yadro bo'ladi. 4 yadro esa o'zi samarali kuch ishlash uchun bo'lsa, qolgan yana 4 yadro esa effekt, ya'ni zaryadni tejash uchun ishlatiladi. Shuning uchun bu 4 yadro bilan ishlaydi aslida. Agar qiynab qolsa, ikkinchi 4 yadro qo'shiladi. Umumiy olganda 8 yadro deyiladi, 2 ga bo'lingan. Keyingisi esa video karta. Video kartasiz bunda 7 video kartasi bular yadro borda. Bular yadro oldinglarda megabayt hisoblansa bir yadro chiqadi. Masalan 8 yadro yo 7 yadro borda bularda. M1 Air'lar o'zida ko'proq koreys variantlarda 7 yadro chiqadi, amerikan variantlarda 8 yadro chiqadi. Ko'proq tajriba ko'p chiqadi aytyapman. Keyin unga tashqari bularda shu ko'p siz tekshirasiz, nimani tekshirishingiz kerak. Batareya yo'qligini tekshirishingiz kerak olayotganingizda va operatkasini tekshirishingiz kerak va ularni keyin grafikasi yadrolar sonini tekshirishingiz kerak. Olayotgan masalani beraman. Demak, bularda operatka sistemasi, ya'ni operatka sistemasi DDR4 bo'ladi, LPDDR4X bo'ladi, ya'ni 4 bo'ladi, DDR4, M1 Air'lar hammasida, Pros'da ham, Air'da ham 8 GB RAM, 16 GB RAM bo'ladi. Ya'ni 8 dan 16 gacha maksimum, 32 yo'q M1'larda. 8 yoki 16 GB RAM bo'ladi. Keyin bularda esa ya'ni storage xotirasi, ya'ni SSD xotira bor. MacBook o'zining SSD xotirasi bo'ladi. Xotiralar 256, 512 GB, 1 TB hamda 2 TB bo'ladi. Bundan kattasi yo'q, kichigi ham yo'q. Bularda M1'lar hammasida 256 SSD, 512 GB SSD va 1 TB va 2 TB bo'ladi. Va eng muhim joyini hamma shuni e'tibor berish kerak. MacBooklarda RAM-ni almashtirib bo'lmaydi. Masalan, M1'larda qo'shimcha operativ qo'yib bo'lmaydi. Chunki bulardagi RAM plataga yopishtirilgan bo'ladi, olib bo'lmaydi. Zavodskiy chiqadi, tamom. Shu ya'ni 16 qoladi, 8 qoladi. SSD ham shu 256 qoladi yoki qo'shib kamaytirib bo'lmaydi sizlar. Shuni aytib qo'yay. Keyin eng muhimdan bittasi bu zaryad qismi. M1lar zaryadi, masalan agar yangi bo'lsa 100 bo'lsa, bu zaryadi maksimum agar ishlatsangiz, bu tajriba holda aytyapman, o'zi aslida 15-16 soat keladi. Agar siz YouTube qo'shini kirib video qo'yib qo'ysangiz 16 soatgacha yetadi. O'sha videoni tugaguncha qayta aylanib qo'ysam, o'sha 16 soatga yetadi. Agar bir vaqt o'zida siz ham YouTube kirib, ham Instagram kirib, boshqa ishlar bosim bersangiz, 13 soat, 14 soatga yetadi bemalol. 100% bilan. Bularda plus MacBook M1 Air'dagi anaqasi tugadi. Agar qo'shimcha savollar bo'lsa, kim tushunmagan bo'lsa, bemalol yozsa, kommentda javob beramiz. Bu MacBook M1 haqida. Endi MacBook Pro haqida gapiramiz va ikkasini oxirgi solishtiramiz. Demak, MacBook M1 Pro. Buni hali men chaynab aytganim yo'q. MacBook M1 Pro. MacBook M1 Pro ko'rinish jihatdan bu ham shunaqa, bularning ranglari shunaqa, Space Gray, lekin buni gold yo'q. Bunda faqat Space Gray va Starlight ranglari bor. Men o'zim ko'rganim bo'yicha. Demak, bularda bu ham xuddi shunaqa katta hajmda. Endi bu yoq oson chiqadi. Ko'rinish ham bir xil, faqat bitta katta farqni aytib ketaman sizlarga. Demak, MacBook M1 bilan Air'da ko'rinishlari bir xil. Dyumlari 13 dyum, 13 dyum. Ekrani 2 ga, rating hisoblanadi. 2560 ga 1600 IPS ekran hisoblanadi bularda. Keyin buni qalinligi 0.40 bo'ladi-yu va dash bir xil bo'ladi. Ya'ni doimiy oxirigacha bir xil. Bu konsum emas, bir xil bo'ladi, chunki bunda cooler bor. Bu cooler bo'lgani uchun qalinroq chiqadi. Bu M1 Air esa coolersiz, shuning uchun ingichka, chunki bunda cooler yo'q. Bu jim ishlaydi. Bu sal ovoz chiqarish mumkin agar kattaroq programma bo'ladigan bo'lsa. Bu ham xuddi shunaqa, eniga 30 sm, yoniga esa 20 bo'ladi, bir tomonga qarab. Bir xil xuddi shunaqa. Bularda ham operatka sistemasi M1 Pro ham xuddi shunaqa, 16 GB operatkasi, 8 yoki 16 GB bo'ladi. SSD ham xuddi shunaqa, bir xil. 256 yoki 512 yoki 2 TB SSD bo'ladi. Qo'shimcha katta SSD bo'lmaydi. Bularda ham shu operatka xotirasini M1 Air'da ham Pro'da ham almashtirib yoki qo'shib bo'lmaydi, ikkalasida ham. Keyin bunda ham xuddi shunaqa, bunda ham kodasi xuddi shunaqa Magic Keyboard hisoblanadi. Ya'ni 2020-yil noyabrdan boshlab Butterfly o'rniga, ya'ni keyboardlarda joyiga Magic Keyboard qo'yildi. Demak, bularda koreyskisi bo'lsa ham, arabskiy bo'lsa ham farqi yo'q. Tagidagi kodasi farqi yo'q. Siz silikon qo'yib yoki tagiga lazer bilan chizdirib o'zingiz xohlagan harflar qo'yishingiz mumkin. Bularda harflar o'sha klassik harflar bir xil ketadi. Shu Windows harflari bir xil ketadi, harflarga joylashishi. Keyin MacBook M1 bilan Air'da, ya'ni tashqi ko'rinishdan farqlanadigan bitta eng katta farqlardan bittasi, ya'ni touch bar. Touch bar bu ya'ni bundagi klassik raqamlar, bunda faqat
Apple F2 hamma shunaqa ketadi. Bunda touchpad bor. Touchpad orqali boshqarasiz hammasini. Simbollar boshqalardan bemalol touchpad orqali bemalol boshqara olasiz hamma joylarni. M1 Pro'da touchpad bor edi. M1 Air'da touchpad yo'q. M1 Pro'da cooler bor edi. M1 Air'da cooler yo'q. Masalan, farqlar yo'q tomonlari. Keyin eng muhim tomonlar. Bunda yadrlari 8 yadr bor edi. Ya'ni CPU 8 yadr bor edi. Umuman bu birikkan bor edi. Bu ikkiga bo'lmagan 8 yadr bor. U shuning uchun tez ishlaydi va yaxshi ishlaydi. M1 ga Air'ga qaraganda nisbatan. Bunda videokarta GPUsi 8 yadr bor edi. Bu ham shunaqa bir tekis ishlaydi. 7 ta emas yoki 8 ta emas. To'liq 8 chiqadi M1 Air'lar hammasida. Keyin zaryad jihatdan bular zaryadlari agar yangi M1 Air olsangiz, M1 Air olsangiz 13-14 soatga yetishi mumkin. Pro'lar esa 16 soatga yetishi mumkin. Agar yangi olsangiz, u nima ishlatishingizga qarab. Ya'ni bu yengil ishlatganda agar og'ir dasturga ishlasangiz, albatta zaryad uzoq yetmaydi, uncha yetmaydi. Buni ham kopisi polimetal kopis bor, alyuminiy kopisdan qilgan bor. Qayta ishlangan metal alyuminiydan bor. 100% alyuminiy kopisdan. Buni ham ovoz shunaqa baland ovoz chiqaradigan bor. Keyin endi MacBook M1 Pro bilan MacBook M1 Air farqlari va ularni qaysi dasturda ishlatadi. Demak, ketamiz. MacBook M1 Air va M1 Pro. MacBook M1 Air kimga kerak, kimlar ishlatadi? MacBook M1 Air'lar bular boshlang'ich ITchilar, masalan, front-end va back-end va undan sal yuqori, ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi darajalarga. Birinchi, ya'ni front-end deganim JavaScript, CSS, Python bular masalan bemalol, ya'ni back-end ichida ham front-end ichida hammasi ketadi ichiga. Kodlash, tillar hammasi ketadi. Buxgalteriya hisobotlar, kunlik doimiy ishlar, kino ko'rish, masalan, odamlar hamma haqiqiy maqsad ishlatadi. Ko'p IT kerak bo'lsa, mana IT uchun. Agar kino ko'rish, hisobotlar, buxgalteriya ishlari, biznes klassga bemalol M1 Air tavsiya qilamiz. Chunki unda bu narxi juda arzon, narxi ham arzon. Zaryad ham unga shu agar kam ishlatsang, o'sha narsani kam ishlaydi va bezkullar texnik jim ishlaydi bu. Bular narxlari agar narxlar qiziq bo'lsa, yangisi narxlari bizda hozir vaqtda 620 dollar turadi. Yangisi M1 Air'lar va bularning bu narxlari 400 dollardan boshlanadi, siklga qarab va kopisining holatiga qarab 400 dollardan to 500 dollargacha boshlanadi. Ya'ni ular, ya'ni 1 sikl, 2 sikl bo'ladi-yu, 1 sikl, 2 sikl bo'ladi, 110 kishi bo'ladi. Lekin narxi 530-550 bo'lishi mumkin. Lekin pachka yangisi narxi 630-640 dollar taraf chiqadi digoniga qarab. Tushundingizmi? Demak, M1 Air'amiz faqat ko'proq kundalik ishlar uchun, ya'ni hayotdagi biznes klass, ofis, buxgalteriya ishlari va kino ko'rish va boshqa ishlar, IT'ni ham o'rta dasturgacha, masalan, junior boshlardan o'rtagacha, backend, frontend, JavaScript, HTML, keyin Visual Studio deymizmi, kerak bo'lsa anaqa Android Studioga bemalol ishlatib oladi, lekin sal qiynab qoladi emulatorda, lekin atak ishlab beradi bemalol. Endi MacBook Pro'miz. MacBook Pro M1 Air qilgan hamma ishni qila oladi. Hamma ishni qilib bera oladi, lekin M1 Air MacBook qilgan ishni hammasini qila olmaydi. Tushundingizmi? Pro ko'proq, ya'ni puli sal qimmatroq chiqadi. Pro to'laqonli, ya'ni o'ta yaxshi bilim darajadagi IT uchun masala beradi. Faqat IT uchun Pro masala berardim M1 Pro'larda. Buni zaryadi nisbatan ko'proq yetadi va bunda fan, ya'ni ikkita kullir qism bo'ladi. Bu ko'proq grafik dizaynlar bilan AutoCAD, Premiere Pro, Adobe Illustrator, CapCut, masalan shunaqa video montaj qilganimizda bemalol mos tushadigan. Undan tashqari o'sha aytgan aytlar, JavaScript, Python, backend, frontend va hammasini bemalol VS Code hammasini qo'llab-quvvatlaydi. Endi bu o'ta darajada kuchli emas, lekin o'zini puliga, aytgan narxiga nisbatan bemalol o'sha ishlarni bajarib beradi. Misol uchun siz 500 dollarga, 600 dollarga olgan notebookingizdan ko'ra bular foydaliroq. Zaryad jihatdan, kuch jihatdan ancha foydaliroq. Masalan uchun bularning narxlari M1 Pro narxlari bizlarda. Narxga kelamisak, MacBook M1 Pro narxlari, yangisining narxi bizda hozirda aniq emas, yangisi hali aniq emas. Bular narxlari 110 kishilik bor, bularning 110 kishilik narxlari 730-710 dollar. Yangisi, ya'ni yangi 1 sikl, 2 sikl bordi, 10 siklgacha yangi chiqadi bizda, lekin garantiya beramiz. Bular narxlari 500 dollardan to 600 dollargacha. 650 dollargacha masalan yo'nqisiga qarab 85-95 yo'nqisiga qarab. Agarda pul yetadigan bo'lsa, o'zingizda shaytizga yetadigan bo'lsa, bemalol yo'nqis tepasi olish masala berardim. Zaryad uzoq yetadi. Shunaqa. Keyin imkoniyatchi ramlar tepa bo'lishi kerak, operatkasi. Agar sizda maqsad IT bo'lmasa, operatkasi yuqori olish kerak. Agar siz shunday o'zingizga, biznesga, kundalik hayotga ishlatsangiz, ya'ni pamyat, ya'ni SSD xotirasi kattaroq olish kerak. Chunki siz rasm, boshqa narsa saqlaysiz. Keyin agar sizda telefoningiz iPhone bo'lsa, bitta ikkasini bitta akkord qilasiz. Ichiga ikkasi bir-biriga sinxron bo'ladi.
sinxron bo'ladi. Sizdagi bor ma'lumotlar hammasi bunga telefonga o'tadi. Telefondagi ma'lumot bunga o'tadi. Bitta iCloud bilan. SMS kelsa bunga SMS keladi, telefon qilsa bunga telefon qiladi. Hattoki Face ID telefon qilsangiz, telefon orqali face to face gaplashsa ham bo'ladi. Lekin bundan kod MacBook orqali telefon qila olmaysiz, lekin telefon qilib MacBook bilan bemalol Face ID gaplashsa bo'ladi. Hattoki kontaktlargacha bemalol sinxron qilish mumkin. SMS chatlar, rasmlar hammasini bemalol bitta bo'ladi ikkalasi. Tushundingizmi? Masalan uchun agar telefoningiz iPhone telefon bo'lsa, bu yaxshi tomonlari ikkalasi bitta bo'ladi. GPS olib qo'yib, buni qayerdan bilsangiz bo'ladi, uni qayerdan bilsangiz bo'ladi. Bular juda ko'p funksiyasi bor. Bu hozir loyihamiz bu jaydari juda boshlanish bo'ldi. Xudo xohlasa, keyingi rejalimizda kamchiliklar to'ldirib, yana oldinga qarab harakat ketaveramiz. Notebook, MacBooklar izidan yana ketaveramiz. Hozir bu boshlang'ich. Agar biz loyihamiz kimga yoqqan bo'lsa, biz oldindan xursandmiz. Bizni kanalimizga a'zo qo'ying. Agar MacBooklar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz, o'zimiz topib beramiz. Biz faqat M1, M3, M4 emas, undan arzonlari ham bor. Keyin bizni o'zimizdan, masalan, Note Pro kanalimizda kirsangiz, MacBook bor. Biz bo'lib berishga ham beramiz. O'zimnasiya yoki OpenNasiya orqali yoki shu o'z bo'lib berish xizmati ham bor, xullas. Keyin videomizda ko'rishguncha xayr. Agarda videomizda kamchiliklar bo'lsa, oldindan hamma kechirim so'radi. Gapirishdan, ovoz ohangdan xato ketgan bo'lsa, hammadan kechirim so'radi va xudo xohlasa bular to'g'rilab, yana oldinga harakat qilaveramiz. Hamma uchun oldindan rahmat.